O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Madaniyat vazirligi opera san'atiga ixtisoslashtirilgan maktab-internati 2026-2027 o'quv yili uchun 8-sinfga akademik xonandalik, baxshichilik san'ati, jirov, milliy olamo'ynoq dutori va baxshi g'ijjak cholg'u ijrochiligi mutaxassislik sinflariga qabul boshlandi. Maktab-internati zamonaviy uslubda qurilgan bo'lib, barcha qulayliklar yaratilgan. Maktab-internatimizda viloyat va tumanlardan kelgan o'quvchilar yotoqxona va 5 mahal ovqat bilan ta'minlanadi. Maktab-internatimizda taniqli mutaxassis ustozlar ta'lim berib kelmoqda. Maktab-internatimizning o'quvchilari xalqaro va respublikalik tanlovlarda yaxshi natijalarga erishib kelmoqda. Maktab-internatimizga kelgan o'quvchilar madaniyat va san'at sohasida ta'lim olish bilan bir qatorda umum ta'lim fanlari bo'yicha ham tahsil oladilar. Shoshiling, o'quvchilarni hujjatlarini qabul qilish joriy yilning 1-iyundan 30-iyungacha davom etadi. O'quvchilardan quyidagi hujjatlar talab qilinadi. Maktab-internati direktori nomiga ariza, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma nusxasi, umumta'lim maktabining 7-sinfni tugatganligi haqidagi ma'lumotnoma, 086U va 063 shaklidagi tibbiy ma'lumotnomalari, 3,5 ga 4,5 o'lchamdagi 6 dona fotosurat, aloqa uchun telefon raqamlari 99 kodi bilan 223 19 82, 93 kodi bilan 362 84 13, 91 kodi bilan 371 22 25. Manzilimiz Nukus shahri, Otamakon mahalla fuqarolar yig'ini, Boychibor ko'chasi, 1-uy.